Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz kanalimiz obunachilari. Kecha bitta video qilgandik, mana bugun xudo xolasa o'sha ko'rib turgan videoni ustanovka jarayonidan sizlarga video lavha tayyorlab bermoqdamiz. Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida ustanovkamiz. Bugungi ustanovkamizga alyumin deraza hamda 12 lik balkon profildan eshigimiz ustanovka bo'ldi. Yaqin 5 daqiqagacha qadar qo'l nazorlarini ko'rsatib berib o'tamiz. Demak boshladik. Azizlar, ko'rib turgan deraza romimiz balandligi 2, enigiga ham 2 bo'lgan deraza romimiz. Fasoni ham juda ham chiroyli fasonda qilingan. Xo'sh, derazamiz ikki qavat paket oynalarda tayyorlangan. Tashqari tomoniga yodoy oyna va ichkari tomoniga oq oynalarda qo'llanilgan. Oynalarimiz ichlari chesta qilib artilgan, ichlariga maxsus terlamaslik uchun dorilar solinib, germetikalari polностью qilingan. Terlamaslik kafolat bilan qo'yib berganmiz. Sveti zolotoy dub svetida. O'rtadamiz sal chekroqdan 12 lik balkon profildan stoyka tushirib berganmiz. Chunki deganda ochilib yopilganda o'ynamasligi uchun, yana bir mustahkam bo'lish uchun. Tepa qismi va yon qismlariga mana podvizlab, penalab qotirib berganmiz. Kafolatiga bemalol javob beramiz. Baquvvat mustahkam oynalarimiz mana ikki qavat paketda. 1 metr kvadrat azizlar, ikki qavat oynasi 900 ming so'mdan yasalyapti. Agarda bir qavat bo'lsa 800 ming so'mdan yasalyapti. Bu derazamiz. Eshigimizga atdilni to'xtalib o'tamiz. Chunki deganda eshigimiz alyumin 12 lik balkon profilda qilingan. Ikki tabaqali standart eshigimiz. Balandligi 2.65 ga, eniga 1.20 razmerda eshigimiz. Ikki tabaqali alyumin zolotoy dub svetida. Eshigimizga akfani o'zini katta ruchkalardan va rolikli zamoklardan qo'yib berganmiz. Bu yosh bolalar ham qiynalmasdan ochib yopishga juda ham qulaylik yaratadi. Ayniqsa, oshmosh petlarni naq 5 tadan 10 ta qo'yib berganmiz. Chunki deganda eshigimiz ikki qavat paket bo'lgani uchun ham asosiy vazifani mana shu petlar bajarib beradi. Bu eshigimiz 12 lik balkon profildan yasalgan va fasoni high-tech fasonda. Selepasini tepagacha bo'linmagan holda qilingan. Tepa qismida 50 oyna ko'z tushirib berganmiz. Bular ham xuddi shunday oqqa yo'doy paket oynalarda bo'lgan. Zakazlar bo'lsa bemalol orqa chiqishlaringiz mumkin. Obunachilarimizga yana ham kelishtirib, chiroyli qilib yasab beramiz. Murojaat uchun nomerimiz bor. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqa qilsangiz, kelishtirib, chiroyli qilib yasab beramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik.